Öyle şuna kırsiga aralashmaysiz. O'ynashdan boshqa bilmaysanmi? Tutacağım to'yg'izmayman. Biz odatda o'zimizning yo'ldoshiga qanday muomala qilamiz? Agar siz yo'ldoshingizni uvdalanda ko'rsangiz, siz panchinglan bo'lasiz. Agar siz yo'ldoshingizni yaramas ko'rsangiz, o'zingizning ko'z ko'ri hisoblanadi. Agar siz yo'ldoshingizni podshoh ko'rsangiz, o'zingiz xonish bo'lasiz. Agar siz yo'ldoshingizni shahzoda ko'rsangiz, o'zingiz malika bo'lasiz. Agar yo'ldoshingizni oshpaz bo'lsa, siz kutkuchi bo'lasiz. Agar yo'ldoshingiz qaroqchi bo'lsa, siz qaroqchining xonimi bo'lasiz. Amaliyotda yaxshilarning hammasi siz yaxshi muomala qilgandila, undan keyin yaxshi bo'lib chiqa oladi. Başqa ish bo'lmasa, yo'ldishingizning sirtlarga chiqib, o'tirishlarga berib, ko'ngilni ichib kelishga ruxsat qiling. Anlab bo'ldingizmi? Mening deb chaqirsangiz bo'ldi. Podshohlar. Chilaga, qanaqa nasıl chilamsiz? Men usul kiyimimni hozir almashtirib chiqib, Gulmaramga o'ynab turay. Ma'qul.